Do'konimizga mana shunaqa pianino olib kelib qo'yganmiz. Narxi 320 so'mdan ko'p turganida sifati yaxshi. Pianinomizning ko'k, pushti, qaymoq rang, oq ranglari bor. O'zi mana shunaqa mikrofoni chiqadi. Mikrofonlari ham eshitishlari yaxshi eshitiladi. Bolajonli. Mikrofonimizning tagida o'zining mana shunaqangi podstavkasi bo'ladi. Har xil joyga qarab moslashtirsa bo'ladi. Bu yoqqa qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yoq tomonda o'zini qog'oz qo'yib qo'yish, nota qo'yib qo'yishgan podstavkasi bo'ladi. Bluetooth orqali ishlatsa ham bo'ladi. Pianinimizni Bluetooth orqali ulab qo'yib, har xil muzikalar qo'yib qo'yib bemalol chalsa bo'ladi. Sifati yaxshi. Bu yoq tomonda o'zini har xil notalarni o'zgartirsa bo'ladi. Ovozlar yaxshi chiqadi. Bu yoq tomonda har xil barabarlarni qo'shsa bo'ladi. Bu yoq tomonda o'zini har xil musikalari bor. Kichkinagina, ixchamgina pianinamiz. Ko'rib turganingizda har xil muzikalarni o'zgartirsa bo'ladi. Sifati zo'r. Bolajonlarga, kattalarga ham zo'r o'yinchoq. To'g'ridan to'g'ri tokda ishlatsa ham bo'ladi. Bo'lmasam 4 taroni batareyaga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Sifati yaxshi. Aytganimdek, bolajonlar ham, kattalar ham maza qilib o'ynaydigan o'yinchoq. Bu tomonda gitara qo'yib qo'yamiz. Do'konimizda bundan qiziqarli o'yinchoqlar bor. Do'konimizda kutib qolamiz. Sofi Toys jamoasi yengillarni kutib qolamiz.